Kirish salom. Aziz do'stlar va kanalimizning qadrli obunachilari. Bugun siz bilan o'ta muhim, hatto shoshilinch xabar bilan bo'lishmoqchiman. Hozir aytadiganlarim har birimizga, oilamizga, yaqinlarimizga bevosita ta'sir qiladigan juda jiddiy masala. Shuning uchun iltimos diqqatingizni jamlang, chunki bu video sizning va moliyaviy barqarorligingiz, davlat xizmatlaridan uzluksiz foydalanishingiz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Bu shunchaki navbatdagi ma'lumot emas, balki shoshilinch chora ko'rishni talab qiladigan ogohlantirish. Agar siz davlatdan biron bir xizmatdan foydalansangiz, ijtimoiy nafaqa olsangiz, pensiya to'lovchisi bo'lsangiz, tadbirkor bo'lsangiz yoki shunchaki mamlakat fuqarosi bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Va bu gaplarimni shunchaki tomoshabinlarni ushlab qolish uchun aytmayapman, balki vaziyatning jiddiyligini ta'kidlash uchun. Shuning uchun iltimos hoziroq ushbu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz doim shunday muhim va dolzarb masalalarni birinchilardan bo'lib yoritib boramiz. Muammoning mohiyati xo'sh, gap nimada? Bugungi kunga qadar biz davlat xizmatlaridan foydalanishda an'anaviy usullarga ko'nikkan edik. Ya'ni qandaydir bir hujjat kerak bo'lsa, davlat idorasiga borardik, navbatda turardik, arizalar to'ldirardik. Pensiya uchun banka borishimiz yoki pochta orqali olishimiz mumkin edi. Ijtimoiy nafaqalar uchun har safar tegishli bo'limga murojaat qilishimizga to'g'ri kelardi. Tadbirkorlik subyektlari ham litsenziyalar, ruxsatnomalar uchun turli idoralar eshigini qoqishardi. Bu jarayonlar ko'pincha uzoq davom etardi. Qog'ozbozlik, bürokratiya, ortiqcha ovoragarchiligi va ba'zan esa odam omili bilan bog'liq korrupsion xavflarni keltirib chiqarardi. Bir hujjatni olish uchun bir necha idoraga borish, turli xil ma'lumotnomalar yig'ish, ularning muddati o'tib ketmasligi uchun shoshilish, bularning hammasi bizning kundalik hayotimizning bir qismi edi. Ammo hozir vaziyat tubdan o'zgarmoqda, aziz do'stlar. Mamlakatimizda raqamli transformatsiya jarayonlari jadal sur'atlar bilan olib borilmoqda. Endi davlat tomonidan barcha fuqarolar uchun yagona raqamli fuqaro kabineti YRFga tizim majburiy tartibda joriy qilinmoqda. Bu tizim sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, xizmatlardan foydalanish tarixingiz, to'lovlar, ijtimoiy holatingiz va davlat bilan bog'liq barcha ma'lumotlaringizni bitta yagona platformada birlashtiradi. Oddiy qilib aytganda, bu sizning shaxsiy raqamli pasportingiz va shu bilan birga davlat bilan aloqa qilishingiz uchun yagona darvoza bo'ladi. Eski usullar sekin-asta butunlay bekor qilinadi. Ya'ni an'anaviy qog'ozli arizalar, idoralararo yugurishlar bosqichma-bosqich yo'qolib boradi. Bu o'zgarishlar nimani anglatadi? Bir tomondan bu katta qulaylik, shaffoflik va tezkorlikni ta'minlashi kerak. Boshqa tomondan esa, agar siz ushbu yangi tizimga o'z vaqtida moslashmasangiz va ro'yxatdan o'tmasangiz, ko'plab davlat xizmatlaridan foydalana olmasligingiz, ijtimoiy nafaqa yoki pensiya to'lovlarini ola olmay qolishingiz mumkin. Bu juda jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan eshiting. Birinchi asosiy qism, nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak va kimga kerak emas keling. Nimalarni bilishingiz shartligi haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Yagona raqamli fuqaro kabineti YRFK bu har bir fuqaroning shaxsiy raqamli identifikatori asosida yaratilgan individual elektron sayfasi. Ushbu kabinet orqali siz barcha davlat xizmatlaridan onlayn tarzda istalgan joydan turib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, bolani bog'chaga joylashtirish, maktabga qabul qilish, tug'ilganlik yoki nikoh qaydini olish, tadbirkorlik subyektini ro'yxatdan o'tkazish, turli litsenziyalar yoki ruxsatnomalar olish, kommunal to'lovlarni amalga oshirish, soliq hisobotlarini topshirish va boshqalar. Barcha bu jarayonlar raqamli shaklga o'tkaziladi. 2. Ijtimoiy himoya va pensiya to'lovlari. Bu juda muhim nuqta. Kelajakda pensiya va ijtimoiy nafaqalar faqatgina ushbu raqamli kabinet orqali rasmiylashtiriladi va ba'zi hollarda to'g'ridan-to'g'ri bank kartangizga yo'naltiriladi. Qog'ozda ariza berish yoki kassadan naqd pul olish imkoniyati cheklanishi mumkin. O'tib, shaxsiy ma'lumotlaringiz xavfsizligini nazorat qilish. Kabinetda sizning barcha rasmiy ma'lumotlaringiz, masalan, pasport seriyasi, TIN, turar joy manzili, oilaviy holat va hatto tibbiy ma'lumotlarning bir qismi saqlanadi. Siz ularning qayerda va kim tomonidan ishlatilayotganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi kimlar xavotir olishi kerakligi haqida gaplashamiz. Har bir fuqaro bu yangilikdan xabardor bo'lishi va tegishli qoralarni ko'rishi shart. Chunki bu tizim barchaga taalluqli. Lekin ba'zi toifadagi fuqarolar uchun bu ayniqsa muhim.
birinchi navbatda. Pensiya yoshidagi va keksaygan fuqarolar. Ko'pchilik keksalarimiz zamonaviy texnologiyalardan unchalik foydalana olmaydilar yoki internetga kirish imkoniyatlari cheklangan bo'ladi. Masalan, 75 yoshli Mavluda bu butun umr pensiyasini pochta bo'limidan naqd pul shaklida olgan. Endi yangi tizimga ko'ra u o'zining IRFKni ro'yxatdan o'tkazib, bank kartasi ochishi va unga pensiyasini o'tkazishni ta'minlashi kerak bo'ladi. Agar u buni qilmasa, ma'lum bir muddatdan keyin uning pensiya to'lovlari vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Chunki tizim uni ro'yxatdan o'tmagan fuqaro sifatida qabul qiladi va davlat uchun uni aniqlash qiyinlashadi. Buning sababi shundaki, davlat pensiya to'lovlarini avtomatlashtirish va shaffofligini oshirishni maqsad qilgan. Agar Mavluda buni o'zi uddalay olmasa, u o'z farzandlari, nabiralari yoki ishonchli shaxslardan yordam so'rashi shart bo'ladi. Aytaylik, joriy yilning oxirigacha YRFK tizimida ro'yxatdan o'tmagan pensiya oluvchilar uchun pensiya to'lovlari 2025 yilning yanvar oyidan boshlab to'xtatilishi haqida ogohlantirish berildi. Bu degani, kimdir shoshilinch ravishda harakat qilishi kerak. Ikkinchidan, ijtimoiy nafaqa oluvchi oilalar va fuqarolar. Agar siz kam ta'minlangan oila sifatida nafaqa olsangiz, farzand nafaqasi, nogironlik nafaqasi yoki boshqa turdagi ijtimoiy yordamdan foydalansangiz, bu sizga bevosita tegishli. Masalan, 3 farzandning onasi Gulnora har oy bolalar nafaqasini olish uchun mahalla fuqarolar yig'iniga borib ariza to'ldirar edi. Endi esa bu jarayon to'liq raqamlashtiriladi. Gulnoraning YRFKasi bo'lmasa, u nafaqa olish uchun elektron ariza bera olmaydi. Davlat xizmatlari markaziga DXM borib ro'yxatdan o'tmas ekan. Uning arizasi ko'rib chiqilmasligi yoki shunchaki rad etilishi mumkin. Chunki yangi tartibga ko'ra arizachining IRFK mavjudligi avtomatik ravishda tekshiriladi. Agar Gulnora ushbu ro'yxatdan o'tishni kechiktirsa, bir necha oylab nafaqasiz qolishi mumkin. Bu esa uning oilasi uchun jiddiy moliyaviy muammolarni keltirib chiqaradi. Uchinchidan, tadbirkorlar va yuridik shaxslarning rahbarlari. Har qanday turdagi litsenziya, ruxsatnoma, import-eksport operatsiyalari bilan bog'liq hujjatlar, soliq hisobotlari, bularning hammasi faqatgina YRFK orqali amalga oshiriladi. Masalan, kichik do'kon egasi Alisher do'konni kengaytirish uchun yangi ruxsatnoma olishi kerak. Ilgari u DXMga borgan, qog'oz ariza yozgan. Endi esa u avval o'zining shaxsiy IRFKni faollashtirishi, keyin esa tadbirkorlik kabinetini unga ulashi kerak. Barcha arizalar elektron shaklda, elektron raqamli imzo eri bilan tasdiqlanadi. Agar Alisherning YRFKsi bo'lmasa, u IRni ham ishlata olmaydi va har qanday ruxsatnoma olish jarayoni bloklanadi. Bu uning biznesi uchun katta yo'qotishlarga, kechikishlarga va hatto jarimalarga sabab bo'lishi mumkin. Birgina misol. Alisher o'zining yangi faoliyat turi uchun litsenziya olish uchun 3 oyga yaqin vaqt sarfladi. Chunki dastlab YRFK tizimi haqida yetarli ma'lumotga ega emas edi va ommaviy yo'llar bilan harakat qilaverdi. Oxir-oqibat u DXMga borishga majbur bo'ldi va u yerda mutaxassislar yordamida YRFKni faollashtirdi. Shundagina uning ishlari joyiga tushdi. Xo'sh, kimlar unchalik xavotir olmasa ham bo'ladi deb ayta olamiz? Texnologiyalardan faol foydalanadigan yoshlar va aholining ilg'or qatlami, ayniqsa MyGov.uz portalidan muntazam foydalanuvchilar. Sababi ular uchun bu tizim yangilik emas, balki mavjud tajribaning kengaytirilgan va markazlashgan ko'rinishi. Ko'pchilikda allaqachon elektron raqamli imzo mavjud, ammo shunga qaramay ular ham yangi tizimning o'ziga xos shartlarini, qo'shimcha funksiyalarini va xavfsizlik choralarini o'rganishlari shart. Tizimning barcha imkoniyatlaridan to'liq foydalanish uchun hatto tajribali foydalanuvchilar ham YRFKning barcha yangi bo'limlari bilan tanishib chiqishlari muhim. Misol uchun, MyGov.uz orqali to'lovlar qilgan 30 yoshli Sardor allaqachon elektron hujjat almashishga ko'nikkan. U uchun YRFKga o'tish deyarli muammosiz kechadi. Chunki uning barcha asosiy ma'lumotlari allaqachon davlat bazalarida mavjud. Faqatgina yangi funksiyalarni o'rganish va ba'zi ma'lumotlarni tasdiqlash talab etiladi. Ikkinchi asosiy qism istisnolar, qaltis jihatlar va oshkor etilmagan nuanslar har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi YRFKda ham istisnolar. Qaltis jihatlar va odatda e'tibordan chetda qoladigan nuanslar mavjud. Keling, bularni birma-bir ko'rib chiqaylik. Istisnolar. Hozirgi holatda YRFK tizimi majburiy bo'lsa-da, ba'zi toifalar uchun vaqtincha istisnolar mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, og'ir nogironligi bo'lgan shaxslar, doimiy ravishda davolanishga muhtoj bo'lgan bemorlar yoki jismonan davlat xizmatlari markaziga bora olmaydiganlar uchun uyda xizmat ko'rsatish
yoki ishonchli vakil orqali ro'yxatdan o'tish mexanizmlari joriy etilishi kutilmoqda. Ammo bu holatlar alohida tartibda ko'rib chiqiladi va maxsus tasdiqlovchi hujjatlarni talab qiladi. Shuningdek, internetga kirish imkoniyati juda cheklangan. Masalan, tog'li hududlarda yashovchi aholi uchun ma'lum bir muddatga an'anaviy xizmat ko'rsatish usullari saqlanib qolishi mumkin. Biroq bu istisnolar doimiy emas va raqamli qamrov kengayishi bilan ular ham YRFK'ga o'tishlari shart bo'ladi. Hozircha bunday istisnolar aniq belgilangan hujjatlar bilan tasdiqlanishi kerak. Qaltis jihatlar va xatarlar. 1. Texnik muammolar va raqamli notekislik. Tizimning joriy etilishida dastlabki bosqichlarda texnik nosozliklar, serverlarning yuklanishi, internet tezligining pastligi kabi muammolar yuzaga kelishi mumkin. Ayniqsa qishloq joylarda internet sifati yomon bo'lishi yoki umuman yo'qligi, smartfon yoki kompyuterlarga ega bo'lmagan aholi qatlamining mavjudligi raqamli notekislikni yuzaga keltiradi. Masalan, bir qishloqda yashovchi fermer Asadbekning uyida internet yo'q. Eng yaqin DXM yoki bankgacha esa 20 kilometr masofa. Bunday sharoitda u uchun YRFK'ga ro'yxatdan o'tish jiddiy muammo tug'diradi. Uning nafaqasi yoki subsidiya olish jarayoniga bu salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. 2. Axborot xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarning himoyasi. Bir platformada barcha shaxsiy ma'lumotlarning jamlanishi kiberjinoyatchilar uchun jozibador nishon bo'lishi mumkin. Garchi davlat tizimni maksimal darajada himoyalashga intilsa-da, har qanday tizimda ham xavfsizlik zaifliklari bo'lishi ehtimoli mavjud. Firibgarlar phishing orqali ma'lumotlarni o'g'irlashga urinishlari mumkin. Masalan, sizga YRFK'dan kelgandek ko'rinadigan soxta SMS yoki elektron xat kelishi mumkin. Unda sizdan kabinetingizga kirish uchun login va parolingizni kiritish so'ralishi mumkin. Hech qachon bunday xabarlarga ishonmang va shaxsiy ma'lumotlaringizni begona saytlarga kiritmang. Faqatgina rasmiy MyGov uz portali va uning mobil ilovalaridan foydalaning. 33-shaxslarga bog'liqlik. Texnologiyani yaxshi tushunmaydigan yoki internetga kira olmaydigan shaxslar ko'pincha qo'shnilar, qarindoshlar yoki pullik xizmat ko'rsatuvchi shaxslarga murojaat qilishadi. Bu esa ma'lumotlarning oshkor bo'lishi, firibgarlik yoki ortiqcha to'lovlar xavfini oshiradi. Masalan, Dilnoza opaning qo'shnisi uning YRFK'sini ro'yxatdan o'tkazib berishga yordam berdi, lekin u Dilnoza opaning parolini yozib oldi. Bu esa kelajakda qo'shnining Dilnoza opaning ma'lumotlariga kirish imkoniyatini yaratadi. Bunday holatlardan qochish uchun faqat rasmiy yordam markazlari yoki o'ta ishonchli shaxslarga murojaat qilish kerak. Oshkor etilmagan nuanslar. 1. Kelajakdagi xizmatlar. YRFK tizimi nafaqat mavjud xizmatlarni raqamlashtirishni, balki kelajakda yangi turdagi to'liq raqamli xizmatlarni joriy etish uchun asos bo'ladi. Masalan, masofaviy tibbiy maslahatlar, onlayn ta'lim platformalariga shaxsiy kirish, saylovlarda ovoz berish yoki xalq muhokamalarida qatnashish kabi funksiyalar bosqichma-bosqich qo'shilishi mumkin. Bu degani, raqamli kabinetimiz bizning hayotimizning yanada ko'proq sohalariga integratsiyalashadi. 2. Ma'lumotlar almashinuvi va integratsiya. YRFK turli davlat idoralarining ma'lumot bazalari o'rtasidagi ma'lumotlar almashinuvini markazlashtiradi. Bu bir tomondan qulaylikni oshiradi. Masalan, sizdan endi propiska yoki ish joyi haqida ma'lumotnoma so'ralmaydi, chunki tizim uni avtomatik tarzda tekshira oladi. Boshqa tomondan esa bu sizning har bir harakatingiz, har bir murojaatingiz va davlat bilan bo'lgan munosabatlaringizning raqamli izini qoldiradi. Bu shaffoflikni oshirsa-da, ba'zi fuqarolarda shaxsiy daxlsizlik borasida savollar tug'dirishi mumkin. Shuning uchun davlatning ma'lumotlarni qanday himoyalashi va ulardan foydalanish siyosati muhim ahamiyat kasb etadi. 3. Xalqaro standartlarga moslashish. O'zbekistonning raqamli transformatsiyasi xalqaro tajriba asosida qurilmoqda. YRFK tizimi kelajakda elektron vizalar, xalqaro bank xizmatlari va boshqa transchegaraviy operatsiyalar uchun ham asos bo'lishi mumkin. Masalan, chet elda ishlayotgan vatandoshlarimizning O'zbekistondagi ba'zi davlat xizmatlaridan masofadan turib foydalanishlari uchun imkoniyatlar yaratiladi. Ammo bu hali to'liq ishga tushmagan bo'lsa-da, bunday imkoniyatlar bosqichma-bosqich joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Amaliy maslahatlar, nimalar qilish kerak? Endi eng muhim qismga o'tamiz. Hozirroq nima qilishingiz kerak? Ushbu maslahatlar aniq va tushunarli bo'lishi kerak. Birinchi qadam vaziyatni baholash va zaruriyatni aniqlash. Avvalo o'zingizga savol bering. Men davlat xizmatlaridan qanday foydalanaman? Agar siz pensiya oluvchi bo'lsangiz, ijtimoiy nafaqa olsangiz,
tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullansangiz, farzandingiz bor bo'lsa, bog'cha maktab masalalari yoki shunchaki pasportingizni almashtirishingiz, propiskaga turishingiz kabi oddiy davlat xizmatlari bilan ishingiz tushsa, demak, sizning IRFKni ro'yxatdan o'tkazishingiz shart va uni kechiktirmaslik kerak. Hattoki hozirgi vaqtda biron bir xizmatdan foydalanmayotgan bo'lsangiz ham, kelajakda bu sizga baribir kerak bo'ladi. Shuning uchun ertami kechmi bu ishni qilishga to'g'ri keladi. Muddatlar tugashini kutmasdan hozirdan boshlash aqllilikdir. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni to'plash. Boy RFKni ro'yxatdan o'tish uchun sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, yangi namunadagi ID karta yoki biometrik pasport. Eski namunadagi pasport egalari ham murojaat qila oladi. Ammo ID kartaga o'tish tavsiya etiladi. 2. Jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami, JSHIR. Bu sizning pasportingiz yoki ID kartangizda mavjud. O'ti telefon raqami, faol ishlaydigan mobil telefon raqami. Bu raqamga tasdiqlash kodlari keladi va u sizning kabinetingizga bog'lanadi. Bu raqam sizning asosiy aloqa vositangiz bo'ladi. 4. Elektron pochta manzili ixtiyoriy ammo tavsiya etiladi. Agar mavjud bo'lsa, uni ham ko'rsatish mumkin. Chunki muhim xabarlar kelishi mumkin. 3. qadam, qayerga murojaat qilish kerak? IRFKni ro'yxatdan o'tkazishning bir nechta usuli bor. Biring, davlat xizmatlari markazlari DXM. Bu eng ishonchli va keng tarqalgan usul. Sizga eng yaqin DXMga shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. U yerda mutaxassislar sizga barcha bosqichlarda yordam beradi, barmog'ingiz izini oladi va shaxsiy kabinetingizni faollashtiradi. Agar siz kompyuter yoki internet bilan yaxshi munosabatda bo'lmasangiz, aynan shu usulni tanlashingizni qat'iy tavsiya etaman. U yerda hatto ID karta olish jarayonida ham bir vaqtning o'zida IRFK ham ochib beriladi. Yoki MyGov. Uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali. Agar sizda kompyuter, internet va elektron raqamli imzo eri mavjud bo'lsa, siz MyGov orqali o'zingiz mustaqil ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Bu jarayon nisbatan murakkabroq. Shuning uchun agar shubhangiz bo'lsa, DXMga murojaat qilganingiz ma'qul. MyGov saytiga kirib, IRFKni faollashtirish bo'limini topping va ko'rsatmalarga amal qiling. Siz orqali avtorizatsiyadan o'tib, kabinetingizni yaratishingiz mumkin bo'ladi. Bank muassasalari ayrim hollarda ba'zi tijorat banklari o'z filiallarida mijozlarga IRFKni faollashtirishda yordam berish xizmatini yo'lga qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu haqida o'zingiz foydalanadigan bankka murojaat qilib aniqlashingiz mumkin. Masalan, yirik banklar aholiga qulaylik yaratish maqsadida o'z terminallari orqali yoki xodimlar yordamida bu xizmatni taqdim etishi mumkin. 4-qadam. Ro'yxatdan o'tish jarayoni va keyingi harakatlar. DXMga borganda navbat oling. Mutaxassisga shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatni taqdim eting. U sizning barmoq izlaringizni skanerlaydi, biometrik identifikatsiya uchun. Sizning ma'lumotlaringizni tizimga kiritadi va shaxsiy kabinetingizni faollashtiradi. Sizga kabinetga kirish uchun vaqtinchalik parol berishi mumkin yoki uni o'zingiz yaratasiz. Uyingizga qaytgach, darhol MyGov uz portaliga kirib, parolingizni o'zgartiring va shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirib chiqing. Barcha ma'lumotlar to'g'ri kiritilganiga ishonch hosil qiling. Agar xatolik bo'lsa, darhol DXMga qayta murojaat qiling. Internet orqali ro'yxatdan o'tganda bilan MyGov uz portaliga kiring. IRFKni faollashtirish bo'limini tanlang. Kalitingizni ulang va tizimga kiring. Shaxsiy ma'lumotlaringiz avtomatik ravishda to'ldiriladi. Ularni diqqat bilan tekshiring. Mobil telefon raqamingizni kiriting va unga kelgan tasdiqlash kodini kiritib, raqamni bog'lang. Kabinetingizni faollashtirish tugmasini bosing. Parolingizni o'zgartiring va kabinetning barcha bo'limlari bilan tanishib chiqing. 5-qadam, yordam so'rash. Agar sizda biron bir savol tug'ilsa, qiyinchiliklarga duch kelsangiz, yolg'iz harakat qilmang. Davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. U yerda malakali mutaxassislar sizga bepul yordam beradi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining MyGov call markaziga qo'ng'iroq qiling. Ularning raqami odatda portalning asosiy sahifasida ko'rsatilgan. O'zingizning ishonchli farzandlaringiz, nabiralaringiz yoki yosh qarindoshlaringizdan yordam so'rang. Lekin ularga parolingizni aytmang, balki o'zingizning nazoratingiz ostida ishlashini so'rang. Xulosa va yakuniy chorlab, aziz do'stlar, bugun men sizga juda muhim va shoshilinch xabar yetkazishga harakat qildim. Yagona raqamli fuqaro kabineti tizimining joriy etilishi bu shunchaki kichik bir yangilik emas, balki davlat va fuqaro o'rtasidagi munosabatlarda katta bir o'zgarish
tub burilishdir. Bu raqamli kelajak sari qo'yilgan muhim qadam bo'lib, unga moslashish har birimiz uchun shart. Bu sizning va oilangizning davlat xizmatlaridan uzluksiz foydalanishi, ijtimoiy himoyadan chetda qolmasligi uchun muhim kafolatdir. Sizga berilgan muddatlar tugashini kutmasdan hozirroq harakat qiling. Bugundan boshlab kerakli hujjatlarni tayyorlashni boshlang va yaqin oradagi davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Unutmang, axborotga ega bo'lish bu birinchi qadam. Undan to'g'ri foydalanish esa sizning kelajagingizni belgilaydi. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi va sizni o'ylantirdi. Fikr, mulohazalaringizni, savollaringizni yoki ehtimol siz duch kelgan muammolarni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarga ham yordam berishi mumkin. Video like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelajakda ham shunday muhim va foydali ma'lumotlarni sizga yetkazishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha